Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'tadigan mavzumiz ixtisoslashtirilgan maktablarda estetik tarbiyani amalga oshirish yo'llari mavzusi. Rejalarimiz estetik tarbiyaning mohiyati va ahamiyati, estetik tarbiyani amalga oshirish yo'nalishlari, metod va vositalari, ixtisoslashtirilgan maktablarda estetik tarbiyani rivojlantirish samaradorligi rejalari asosida mavzuyimizni ko'rib chiqamiz. Estetik tarbiya bu shaxsda go'zallikni his qilish, tushunish va yaratish qobiliyatini shakllantirish jarayoni hisoblanadi. U insonning nafaqat tashqi ko'rinishdagi go'zallikni, balki xulq-atvori, nutqi, muomala madaniyatida ham anglashiga yordam beradi. Estetik tarbiya quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: estetik idrok, estetik his-tuyg'u, estetik did va estetik faoliyatni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan maktablarda bu jarayon korreksion pedagogik ahamiyatga ega, ya'ni bolalarning kamchiliklarini yumshatishga ham xizmat qiladi. Estetik tarbiyaning ahamiyati shaxsni har tomonlama rivojlantiradi. Estetik tarbiya o'quvchining dunyoqarashini kengaytiradi hamda tafakkurini boyitadi, his-tuyg'ularni noziklashtiradi. Natijada bola ma'naviy va yutuq shaxs bo'lib shakllanadi. Go'zallikni anglash va qadrlashni o'rgatadi. Bunda o'quvchilar tabiatdagi go'zallikni, san'at asarlarini, insoniy munosabatlardagi nafisliklarni qadrlashni o'rganadi. Keyingisi ijodkorlik va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Estetik tarbiya orqali o'quvchilar rasm chizadi, sahna ko'rinishlari yaratadi hamda qo'l mehnati bilan ishlaydi. Bu jarayonlar ijodiy fikrlash va tasavvurni rivojlantiradi hamda xulq-atvor va muomalani yaxshilaydi. Estetik tarbiya faqat san'at emas, balki odob, axloq, nutq madaniyati, muomala go'zalligi ham hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda alohida ahamiyatga ega bu estetik tarbiya, chunki bunday maktablarda bolalarning psixologik holatini yaxshilaydi, o'ziga ishonchini oshiradi, jamiyatga moslashuvini osonlashtiradi. Masalan, rasm chizish yoki musiqa orqali bola o'z hislarini ifoda etishni o'rganadi. Keyingisi estetik tarbiya turli yo'nalishlarda olib boriladi va ular bir-biri bilan uzviy bog'liq. Birinchisi, dars jarayonida estetik tarbiya. Bu matematika, ona tili, o'qish darslarida ham go'zallikni ko'rsatish mumkin bo'lib hisoblanadi. Rasm, musiqa, mehnat darslari asosiy vosita hisoblanadi. Natijada o'quvchilarda estetik idrok va did shakllanadi. Sinfdan tashqari faoliyat orqali to'garaklar, bayramlar, tanlovlar va ko'rgazmalar orqali ham estetik tarbiyani rivojlantirish mumkin bo'ladi. Natijada o'quvchilar ijodiy faoliyatga jalb qilinadi. Atrof muhitni estetik tashkil etish, sinf xonalarini chiroyli bezash, ranglar uyg'unligi, tozalik va tartib asosida bo'ladi. Natijada bola go'zallikni har kuni ko'rib o'rganadi va oilaviy va ijtimoiy muhit orqali ota-onalar bilan hamkorlik uyushtiriladi. Bunda madaniy tadbirlarga borish, teatrlarga, muzeylarga yoki yurtimizdagi diqqatga sazovor bo'lgan joylarga tashrif buyurish orqali amalga oshirish mumkin bo'ladi. Estetik tarbiyada quyidagi metodlar asosiy hisoblanadi. Bunda kuzatish metodi. Bunda tabiatni, san'at asarlarini kuzatish, ulardagi ranglar, shakllar va uyg'unliklarni tahlil qilish orqali amalga oshadi. Suhbat va tushuntirish metodida esa go'zallik haqida suhbatlar uyushtiriladi, qisqa savol-javoblar o'rgatiladi. Nima uchun bu chiroyli? Bu qanchalik darajada chiroyli kabi savollar beriladi. Amaliy faoliyat metodida esa rasm chizish, qo'l mehnati va sahnalashtirish orqali bolalar estetik did va estetik tarbiyani o'zlarida mujassam etishadi. Rag'batlantirish metodida esa maqtov, diplom, kichik sovg'alar, ijodiy ishlarni namoyish qilish amalga oshiriladi. Bu esa qiziqishni oshiradi. Namuna ko'rsatish metodida esa o'qituvchi o'zi estetik bo'lishi, ya'ni kiyinish madaniyati, nutq madaniyati, muomala madaniyati hamda darsni o'tish madaniyati orqali bolalarga estetik jihatdan namuna ko'rsata olishi kerak bo'ladi. Bunda bola taqlid orqali o'rganadi.
vositalari esa bu estetik tarbiyani amalga oshirishda foydalaniladigan manbalar hisoblanadi. Ularga san'at vositalari asosiy estetik ta'sir manbai hisoblanadi. Tabiat va o'quv materiallari hisoblanadi. Tabiatda bolalar bor go'zallikni, estetik did va estetik tarbiyani tabiat hodisalari va tabiatning tabiiy go'zalliklari orqali his qilishni o'rganishadi. Hamda texnologik vositalar. Bunda multimedia vositalari, interfaol doskalar, videolar va turli xil prezentatsiya va taqdimotlarni misol keltirish mumkin bo'ladi. Maktab muhiti esa sinf jihozlari, bezatilgan devoriy gazetalar va ko'rgazmalar ham muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Estetik tarbiyaning samaradorligi bu o'quvchilarda go'zallikni anglash, his qilish, yaratish ko'nikmalarining shakllanish darajasi bilan belgilanadi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda bu jarayon ayniqsa muhim, chunki u bolalarning umumiy rivojiga bevosita ta'sir qiladi. Shaxsiy rivojlanishiga ta'siri estetik tarbiya natijasida o'quvchilarda did, estetik qarashlar shakllanadi, his-tuyg'ular boyiydi, o'zlarini go'zallikka bo'lgan intilish hissi ham paydo bo'ladi. Psixologik holatini yaxshilaydi. Bunda ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida ko'pincha tortinchoqlik yoki ichki qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Estetik faoliyat orqali stress kamayadi, o'ziga ishonch ortadi, go'zallikka intilish hissi paydo bo'lganda bolalarda ijtimoiylashuv jarayoni ham yaxshi amalga oshishi mumkin bo'ladi. Keyingisi ijtimoiy moslashuvni kuchaytiradi. Estetik tarbiyada o'quvchilar jamoa bilan ishlashni o'rganishadi. Sahna chiqishlari orqali o'zlarining iste'dodlarini, qobiliyatlarini namoyon etishlari ham mumkin bo'ladi. Ijodkorlik va mustaqillikni rivojlantiradi. Estetik tarbiya samaradorligining muhim ko'rsatkichi yangi g'oyalar yaratish, mustaqil ish bajarish, tasavvurni kengaytirish hisoblanadi. Bunda o'quvchi faol va ijodkor shaxsga aylanadi. Ta'lim samaradorligini oshiradi. Estetik elementlar qo'llanganda, ya'ni darslar qiziqarli bo'ladi, o'zlashtirish darajasi oshadi, diqqat va xotira kuchayadi. Bu boshqa fanlarni o'rganishga ham yaxshi natija ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Korreksion ahamiyati ixtisoslashtirilgan maktablarda esa nutqni rivojlantiradi, sezgi organlarini faollashtiradi va hamda harakat koordinatsiyasini yaxshilaydi. Bu jarayon kamchiliklarni yumshatish va rivojlanishni yanada yaxshilashga va nuqsonlarni korreksiyalashga yordam beradi. Bugungi o'tgan mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.